Ortaklar, nasoz'a geldik. Nasoz'da giriş kısmı oladı. Giriş kısmı zadvishka bo'ladi. Giradi. Endi chiqish qismi bo'ladi. Kotyola ketadi. Tak. Davleniyaning olgandan keyin svet o'tsa, bir boshqa bo'lsa, bu yerda klapan обратный orqa qaytmashi kerak. Shu yerda klapan bo'ladi. Обратный klapanda. Tak. Bundan o'tadi, yerga keldi. Bundan kelib ikkinchi nasoz'a keladi. Bu yerda bilin qo'yiladi. Xalasangiz kranik qo'yasiz, xalasangiz bilin qo'yasiz. Bypass hisobida. Mana ishlatmay, meni ilk qo'ysangiz ham bo'ladi, xalasangiz kranik qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ham shu gap. Bundan giradi. Bundan chiqadi. Bu yerda klapan. Обязательно klapansiz bo'lmaydi bu narsa. Tak. Birinchi kotyola girish. Manometr. Bu yerda elektronli naratchiklar bilan ishlanadigan ishlar bor bu yerda. Qarach. Giradi birinchi kotyola. Bunda ikkinchi. Bu narsani buning spiralni yetib qo'yishning maqsadi, sababi imbeda nasozda davleniya beradi-ku. 12 atmosfera bo'ladigan bo'lsa, maksimalniy 12 atmosfera bo'ladigan bo'lsa, может 1 bo'lishi mumkin, 1 atmosfera. Короче, manometr shuni duratan bo'lsa, endi silkinib turmaslik uchun shu narsa qo'yiladi, o'rtoqlar. Eğer bu doğru çıkıp işini çıkarsanız, doğru 90 gradusda çıkarsanız, strelke, manometrin strelkesi. İşindet oynat duradu işindet. Bunda ise oynamıyor. Şunun durdu mu, şunun görsətədi. Şunun manometrlə qoyulur. Urlu ikici, короче. Şunun neresi var ortaklar? 2 tonnalık parovoy kotyol. Daha olsa bitkenden keyin bir görsətəmiz. Sağ olasın.